Assalomu alaykum. Bugun meni telefonimiz bilan televizorni boshqaruvni o'rganamiz. Ol uchun biz televizor bilan telefonimizning akkaunti bir akkaunt bo'lishi kerak. Videoga qo'yamiz. Bu yerda qo'ysak televizorda ko'rsatyapti meni. Telefonimizni o'chirib qo'yaveramiz, ko'rsatib turaveradi. Boshqa videolarni izlab qo'ysak ham ko'rsataveradi. Сөйтіп telefonimizni boshqarsak ham bo'ladi. So'zi chiqib ketadigan bo'lsak, to'xtatib, nerdan zakrit chiqib ketsak ham bo'ladi. So'ng telefonimiz bilan internet kerak emas bo'lsa, internet yo'q bo'lsa, uyda telefonning interneti bilan video ko'raversak bo'ladi. Buning uchun biz bu yerda Smart Vis deganni bosamiz. Bassak televizorni o'zi topib oladi. Ne topdi? Buni bir bosamiz. Ne telefonimiz ko'rinib turibdi mana. Endi YouTube'ga kirib bir video qo'yamiz. O'stib qo'ldana bersangiz bo'ladi. Telefonimiz bilan televizorni boshqaruvni o'rganamiz. Buning uchun telefonimiz bilan televizorimizdan bir akkaunt qilsak, YouTube'da mana telefondan ham boshqarsak bo'ladi. Buning uchun biz YouTube'ga kiramiz. Biz neni bosamiz, продолжить bosamiz. Televizorga ulandi. Endi bir video qo'yib ko'rsatamiz.